safarga ikkita formulada ayirmaning kvadrati yig'indining kvadratiga mavzu. O'yinda kvadratlar ayirmasi ikkovining farqi bor. Ya'ni ayirmaning kvadrati boshqa formula, kvadratlar ayirmasi boshqa formula. Ikkovi ikki xil narsa. Mana bu yerda birinchi formula plus a plus b ning kvadrati deyilgani bu yig'indining kvadrati, keyin a minus b ning kvadrati bo'lgan ayirmaning kvadrati. Endi bu kvadratlar ayirmasi. Formulani yozib qo'yaman. Kvadratlar ayirmasi degani mana a ning kvadrati minus b ning kvadrati. Ya'ni kvadrat ikkita keyin ayirma bo'ladi. O nargisida qavsning ichida bo'ladi. Endi buni ajratib ketganda ikkita qavsga ajraladi. Ya'ni bittasida minusligi, bittasida plusligi. Ba'zida xohlasang buni birinchi pluslikni bu yoqqa qo'yib, minusni bu yoqqa qo'ysang bo'ladi. Ikkita javobim to'g'ri. Faqat ikkita qavsga ajratish, mana shu tomonda qaysidir sonli kvadratlarni ajratishni farqi bilsang bo'ladi. Mana shu bitta formula bu. Mana shu. Shu bitta formula bo'yicha ishlayman. Birinchi deyman. Qavsni o'zi berib qo'yibdi. Ya'ni formulaning o'ng tomoni berilgan, chap tomonni topishimiz kerak. Yo'q, a ning o'rnida x kerak, b ning o'rnida 5 kerak. A ning o'rnida demak biz o'ng tomonda a kvadrat, ya'ni x ning kvadrati minus b ning joyiga 5 kelsa 5 ning kvadrati. Endi son kelib qolsa x ning kvadrati turadi o'zi minus 5 ning kvadrati 25 deb yozib qo'yamiz. Agar mana 5 ning joyiga bunday harf kelib qolsa, mana buning joyi o'zsiz qoladi. Kvadratni hisoblaymiz. Teng bu nima? M ning kvadrati minus n ning kvadrati. Bu qoladi. Sababi buni ajratilgan holati men minus bekorga yozgan, minusligini birinchi yozib, plus ikkinchi yozib. Bu yerga plusni birinchi yozib, minus ikkinchi. Lekin ikkita holatda ham baribir mana shu a ning o'rnida nima kelayotganiga, b ning o'rnida nima kelayotganini ajratib olsang bo'ldi. Bu holat qoladi. Bugun chunki son emas. Son bo'lganda edi, buni o'ylaydi 5 ning kvadrati 25 ni teng qilib yozadi. Bunisi ham xuddi shunday, faqat endi x ning kvadrati bergan, shuni kvadrat qo'shimiz. Bu degani a ning o'rnida x kvadrat kerak. B ning o'rnida 4. Demak bu x kvadrat mana shuning kvadrati bo'lyapti endi. Ya'ni mana bu a ning o'rnida kelayotgan x kvadrat bu. Bu kvadrat formuladagi, mana birinchi yozib qo'ygan formulada. Minus 4 ning kvadrati. Endi olamiz mana. Bu qavs ochayotgani ko'paytiriladi daraja 2 degan. Demak x ning 2 4-darajasi minus 4 ning kvadrati 16. 4 kare 4. Xo'p, keyingisida mana 7 a ning kvadrati. Chunki a ning o'rnida 7 a kelyapti. Ikkita holat, ya'ni sonni har birdan kelib qoladi. Minus b ning o'rnida x kvadratning yana kvadrati degan. Mana shu x kvadrat joyiga boshqa qo'yib, chunki bunda x bo'lsa 3-daraja kelib qolsa. Mana. Xo'p, demak mana 7 ning kvadrati 49, a ning kvadrati degan mana bu qavsni ochiladi. Minus x ning 3-daraja 2 bo'lib 3 kerak demak x ning 6-darajasi bo'lib ketadi. Bu yerda men xuddi shunday, faqat mana bulardan farqi tashqaridan bitta ifoda bor mana, son yoki harf bergan. Bundan emas, qavsning ichi o'zgarmaydi. Birinchi mana 4 turadi tashqarida. Qavs qo'yib oladi. Bularga qavs qo'yib oladi. X bilan x demak x ning kvadrati minus 3 ning kvadrati bo'ladi. Bitta qavs qo'yib, ya'ni ikkita qavsni bittaga qo'yib olamiz. Formulani shart qilib. Endi bu qavsni ochib olaman. 4 bunga ham ko'paytiriladi. Demak, x kvadratga 4 ko'paytirsak 4x kvadrat mana bu. Bu 3 ning kvadrati 9. Tashqarida 4 bilan bu tomon ko'paytirilsa, minus 4 kare 9 36 degan. Keyingisi endi mana m tashqarida turadi. Qavsning ichida y kelyapti. Y ning kvadrati minus b ning joyiga 9 ning kvadrati degan. Teng. Yana shuni ko'paytiramiz. Bunga keyin yana buni ko'paytiramiz. Ve y kvadrat bilan buni ko'paytsak, demak y kvadrat yoki b y kvadrat ikkalasini birdan yozsa bo'ladi. Teng 9 ning kvadrati 81, 81 ni m ga ko'paytiramiz. Demak 81 m degan. 4-misolda endi son berilgan. Ya'ni mana hozir shu formula kvadratlar ayirmasi a ning o'rnida 10 kelyapti, b ning o'rnida 4 kelyapti. Biz endi chap tomonni beramiz. Mana ularda tenglikning o'ng tomoni berildi.
chapga aylantiradi. Endi chapdagi o'ng tomonga aylantiradi. Bunda ikkita kvadrat kelsa, ikkita qavs qo'yib olamiz deyman. Ikkita qavs olsam, birinchi qavs masalan 10/4, 10 qo'shib 4 bilan. Ikkita qavsning ichida endi bu yerda shunday qolmaydi, davom etadi. Sababi bu son bo'lib turibdi. Misol qilib ishlaymiz endi bu. Agar harf bo'lganda qolardi shunday bu. Bu harfda son bo'lmasa davom etadi. Birinchi qavsning ichida 10 dan 4 ta yesak demak 6 bo'ladi. Keyin 10 ga 4 qo'shsak 14. 14 ni 6 ga ko'paytiramiz yani. 84 bo'ladi. Keyingisida mana 8 minus 3, 8 plus 3 mana. Xohlasangiz plusni birinchi keyin minus yozsak bo'ladi. Demak 8 dan 3 ta yesak 5, 8 ga 3 qo'shsak 11. Ikkoni ko'paytirib qo'yamiz. Mana ikkita qavsning orasida hech narsa yo'q, ko'paytirish bor degan. 5 kara 11 degan 55. Keyingisida endi mana bu yerda harf kelib qoladi. Harf kelib qolsa xuddi mana bu formani joy qo'yib qo'yib bo'ladi. Teng qavs ochamiz. X minus y, x plus y bor. Ikkitaga ajrab. Buni endi davom etmayman. Mana biz misolida sonni juda davom ettirdik. Buni davom ettirmayapmiz. Endi faqat mana bu darajalar katta bo'lib qolsa, daraja katta bo'lib ketsa, 2 dan tashqari son bo'lsa, qavs o'zgarmaydi ikkita qavsdek. Faqat darajani 2 ga bo'lib olamiz. 4 bo'lsa 4 ni 2 ga bo'lamiz. Mana ikkinchisi minus mana ikkinchisi bo'ladi. Bu tomonda mana ikkinchisi plus mana ikkinchisi. Darajani 2 ga bo'lib olish kerak. Agar mana 2 dan katta son, sababi formulada kvadrat bo'lyapti. Darajada bir-biriga ko'paytirishimiz teskari bo'lish bo'ladi. Keyingisida saning 6-inchisi bo'lsa, saning 6 ni 2 ga bo'lib 3-inchisi bo'ladi. Plus d ning ikkinchisini qilamiz. Chunki d niki 2 ga bo'lsak, 4 ni 2 olsa 2 bo'ladi. Keyingi qavsda saning 3-inchisi yana xuddi shuning minusligi mana d ning ikkinchisi. Chunki oladigan bo'lsak mana saning 3 ga saning 3 ko'paytirilganda daraja qo'shiladi. 3 ga 3 qo'shiladi 6. 4 bo'lsa demak d ning ikkinchisiga d ning ikkinchisi 2 ni qo'shamiz 4. Mana shu ajralib bo'ldi. Keyingisida endi mana bu 6-misol, mana 4-misolning teskarisi. Ya'ni qavs ajratilgan. Mana qavsni biz ajratib hisob, endi biz teskari qilamiz. Ya'ni bu formulaning mana ikkita qavs bo'lsa, tenglikning o'ng tomoni bergan. Biz chapini hisoblaymiz. A ning o'rnida 40 keladi, B ning o'rnida 4 keladi. Demak biz mana 40 ning kvadrat minus 4 ning kvadrat tengsiz. Biz endi teskari qilib ishlashimiz kerak. Demak 40 ning kvadrati degan 40 kara 40 1600 minus 4 ning kvadrati 4 kara 4 16. Demak 1600 dan 16 ni aylanadi. 1584. Keyingisida mana bu A ning o'rnida 30 kelyapti. 30 ning kvadrati minus 5 ning kvadrati teng. 30 ning kvadrati 30 kara 30 900 minus 5 kara 5 25. Bu 875. Men o'zi bu narsalarni yozishdan maqsad faqat formulani ishlatish. Agar buni shunchaki qavsni mana deb ishlab qo'yib 40 dan 4 tayran 36, 40 ga 4 qo'shsak 44, 36 dan 44 ga ko'paytirsak mana javob chiqadi. Ikkita javob bir xil bo'ladi. Faqat bizdan asosiy maqsad bu misollarda shu. Formulani qanchalik darajada ishlash. Ya'ni qanday holat kelsa, formulaning o'ng tomoni berilsa chapdan foydalanish, chap tomoni berilsa o'ng tomondan foydalanish. Shu ikkala holatni o'rganish asosiy maqsad. Endi tenglama. Tenglamalarda buni ikkita qavsga ajratib qo'yamiz. Sababi mana buning o'zi x kvadrat 16 degani 4 ning kvadrati. Biz qavs ochamiz. X minus 4 degani keyin x plus 4 degani. Mana 16 4 ning kvadrati mana formulani qo'yamiz. Teng 0 bo'lib turibdi. Endi tenglama ishlayotganda tengdan keyin 0 kelsa, qavs kelsa, har biri 0 ga tenglab alohida misol ishlaymiz. Birinchi misol x minus 4 teng 0, x plus 4 teng 0. Ikkita tenglama hosil bo'lib qoladi. Mana shunday tenglamalar kelsa, tengdan keyin 0 hosil bo'lsa. Agar mana bunday 0 kelmasa, lekin u boshqa ishlaydi, oddiy tenglamadek. Faqat 0 kelib, kvadrat kelib qolsa, ikkitaga ajratish yaxshiroq, osonroq usul degan. Biz boshqacha usulda ham ishlasa bo'ladi, lekin bu oson yo'l. Chunki nima uchun oson? Bir yo'lda ishlanadi. X teng va minus 4 yoki plus 4, ya'ni 0 ga 4 qo'shamiz. X teng 4. Demak, bitta javobi 4 degan. Bu tomonda x topsak teng 0 qo'shib 4 ayrib turib ketadi. Va x teng 0 dan 4 esa minus 4 bo'ladi teng. Ikkita javob bor ekan degan yechimi.
Ya'ni x ning joyiga 4 qo'ysak ham, -4 qo'ysak ham javob to'g'ri degan. Tekshirib ko'ramiz tinglamani. X joyiga 4 qo'ysak 4 ning kvadratiga 16. 16 dan 16 desek 0 bo'ladi. Demak, to'g'ri degan tinglar. Masalan, boshlang'ich sinfda shuning uchun bekorga tekshirish deb ishlatmaydi tinglamalar. Tingdan keyin javob to'g'ri bo'lishi kerak degan. -4 qo'ysak, -4 ning kvadrati degan +16 ya'ni minusga minus plusga aylanib ketadi. 16 dan 16 yana 0 bo'ladi degan. Buni istamaydi mana 100 degani bu qaysidir sonning kvadrati, ya'ni 10 kara 10 100. Endi biz buni ajratamiz. M minus 10 deymiz. Chunki 100 10 ning kvadrati. M plus 10 deymiz. Teng 0. Yana xuddi shunday mana. M minus 10 teng 0 bitta tenglama. M plus 10 teng 0 yana bitta tenglama. Bu tomonini ishlatsak mana m teng 0 minus 10 plus 10 bo'ladi. Hamma ham tenglama shetkada esangiz chiqmasin. Tengdan keyingi son birinchi yozda. Mana sonda mana deb 10 dan 0 da ayirish deb o'ylamangan mana tomon. Bu mana m teng 0 dan 10 da ayirish degan. Tengdan keyingi son birinchi yozda. Bu ayirish o'tib ketyapti. Sen 10 dan 0 da ayirib bu tomonda ham 10, bu yoqda ham 10 chiqarib qo'ying, u bitta yechim bo'lib qoladi deysiz. Hozir m teng 0 ga 10 ni qo'shsak 10. Bu tomonda m teng 0 dan 10 desang, ya'ni kichik sondan katta son desang, minus son hosil bo'lib qoladi. Minus 10 dan. Agar mana shu tenglamani ayirishni noto'g'ri qilib, birinchi bir yozib olsak, 10 dan 0 da ayirish degan oddiy bo'lib qoladi. Bu oddiy bo'lib, bunda ham yechim bor. U bitta yechim degan, bitta bo'lib qoladi. Bunda ikkita yechim bo'lishi kerak degan. Bunda endi qavsni ochaman. Bu har biriga ko'paytiriladi. 2 ni 2 ga ko'paytirsak, mana 2 k. Mana k har 2 ni 3 ga ko'paytirsak plus 6. Buni ham 2 ni 2 ga ko'paytirsak 2k. Faqat mana minus manchi minus bo'ladi. Endi 2 ni 2 ga ko'paytirsak 4. Bu plus, bu yerda minus bo'lsa, demak minus o'tib ketadi. Teng bu tomon 18 bo'ladi. Hozir 2 dan 2 ni ayirish kelib qolyapti. Xo'p, bu 0 bo'lib ketadi. K yo'q bo'lib ketadi. Aytganda mana buni yo'q ko'rsak ham bo'ladi. Chunki ayirsak bir xil narsadan bir xil narsani doim 0 bo'ladi. 100 dan 100 ayirsak 0, 1000 dan 1000 ayirsak 0. Demak 6 dan 4 ayirsak mana hozir 2 bo'ladi. Bu tomonda 18 qolyapti. O'zi tenglama va endi mana shu tenglama o'tgan safar ham ishlagandik aytgandik. 2 18 ga teng emas. Tenglamashardik. Agar ikkita tomon ishlaganda bir-biriga teng bo'lmasa, demak mana buning yechimi yo'q. Yechimi yo'qda aytdik, bitta aylanadi, ustida bitta chizib qo'yadi. Ya'ni mana shu tenglamaning yechimi yo'q degan. Hozir mana x k ning o'rniga nima son qo'ygan taqdirimizda nima misol ishlasak ham javob 18 chiqarishning iloji yo'q degan chap tomondan. Xo'p, bo'ldi, mana shu yergacha tugadi.